Mana ko'rsatgan rayonimni ham bir ko'rsatib qo'yay. Dubai Creek Harbor shunaqa. Bugun 1-avgust 2026-yil. Issiq bo'lyapti. Ammo ko'chmas mulk bozori undan ham issiq. Juda ham ko'pchilik olyapti, proyektlarni zapusк qilishi bilan sotilib ketyapti. Ayniqsa davlat застройщикларniki. Mana Dubai Creek Harbordamiz. Orqamda 5 yulduzli adres mehmonxonasi, uni ham Emar qurgan. Hozir Burj Khalifani ko'rsataman. Mana zakat. Burj Khalifa uzoqda. Bu Dubai Creek Harbor mana. Sog' bo'lasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli shu videoni kuzatib turgan insonlar. Bugun sizlarga Dubaydagi, balki butun dunyodagi eng kuchli uy qurish kompaniyasini qurgan proyektlarni ko'rsatmoqchiman. Men 100% ishonaman. Ko'rsatgan proyektlarimni ba'zilarini sizlar ko'rgansizlar yoki eshitgansizlar. Ketdik. Birinchisi, menimcha hech kimga sir bo'lmasa kerak, Burj Khalifa dunyodagi eng baland hozirgi kungacha qurilgan bino, 828 metr. Va o'sha 2007-2008-yillarda telefonlarda video kliplari bo'lgan Dubai Fountain muzikaga sinxronniy harakatlanadigan. Xo'p, bu yerda menimcha ayollar bilsa kerak, bu o'sha dunyodagi eng mashhur Dubai Mall. Targoviy sentr Dubai Mall dunyodagi eng katta va eng mashhur targoviy sentrlardan biri. Va sizlar bilmagan bir fakt, bir yilda bu Dubai Mallga keladigan odamlarning soni 110 million. 110 million. Bu yerda Dubai Opera degan joy bor. Xullas qaranglar, shu katta territoriya, Master Community'da nomi Downtown Dubai yoki tarjima qilsak, shu Dubayning markazi, sentri deyiladi. Buni qurgan застройщик bu, ya'ni uy qurish kompaniyasi bu Emar. Ya'ni Emar Properties deyiladi. Dubaydagi eng nafaqat Dubai, balki dunyodagi eng mashhur, eng ishonchli застройщикlardan bittasi va bugun qaysi proyektlarini qurganligini ko'rib chiqamiz. Dubai Downtown'ni gaplashdik, sentri, Dubayda sentri dedik. Mana uzoqdan ko'rinadi, mana shu Burj Khalifa mana uzoqdan ko'rinib turibdi. Biz hozir Dubai Creek Harbor degan rayondamiz, uni ham ko'rsataman hozir. Qaranglar. Undan oldin bo'lsa mana bu qiziqarli rayonga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Yaxtalar va bu joy 90% butgan Emar Beachfront degan rayon juda ham boy. Ko'proq Yevropadan yoki Rossiyadan investorlar bu yerda juda ham yaxshi ko'radi, chunki plyaj bor. Sohil deydimi? Mana 2 kilometr plyaj bu tarafidan va bu tarafidan hisoblaganda 2 kilometrlik plyaj. Bu yer milliarder, shunaqa juda ham boy odamlar uy olib yashaydigan rayon, chunki private beachfront deb qo'yadi, ya'ni shaxsiy plyaj bo'ladi-da, bekka. Begona odam kira olmaydi. Endi ketdik boshqa rayonni ko'rgani. Xo'p, keyingi rayonimiz The Oasis. Ya'ni o'sha sahroda o'rtasida suv bo'lgan joyni Oasis deydi, Oasis. Xullas, bu rayon endi Emar Beachfront apartamentlar bo'lsa, bu yerda juda ham katta villalar, mansions deb qo'yadi, shunaqa zamoklar bor. Xullas, bu yerda qaranglar, suvlar o'tgan har bir uylarning orasidan. Bu yerda har xil siyosatchilar,
futbol o'yinchilari, mashhur odamlar judayam nima deydi? Privatniy hayotga mo'ljallangan rayon. Bu yerdagi ozeleniyani qarasanglar, juda ham kачественный rayon, oasis deb qo'yadi. Bu yerga kirish chiptasi, ya'ni shu yerga kirmoqchi bo'lsa, uy birinchi eng arzon uyni sotmoqchi bo'lsalar, bu 14 million dirham. 14 million dirham shu 4-5 million dollar degani, примерно. Ketdik boshqa rayonni ko'rgani. Dubayda sentrdan, ya'ni downtowndan keyingi menimcha eng mashhur bu yerda rayon, bu yerda menimcha Dubayda, UAEda, shu Emiratdagi rezidentlar biladi. Bu Dubai Hills Estate. Dubai Hills Estate shunaqa katta joy, 11 million kvadrat fut bo'ladi. Va bu yerda Dubai Mall'dan keyingi eng mashhur, menimcha eng yaxshi targoviy sentr bor, Dubai Hills Center, Dubai Hills Mall degan. Juda ham tinch, bir boshqacha klass. Borsangiz bilasiz. Dubai Hills Estate'da Dubaydagi eng uzun park bor. Mana почти 2 kilometr va shifoxonalar, maktablar, международный maktablar, restoranlar, F&B, retails, shop, xullas yashash uchun nima kerak bo'lsa Dubai Hillsda topiladi. Bu yerni arendatorlar juda ham yaxshi ko'radi. Dubayda o'rtasida juda ham yashillik ko'p bo'lgan rayon. Bu yerda endi menimcha hech kimga yoqmay qolmasa kerak. Uni 3 ga bo'lib tushunsak bo'ladi. Mana boshidan buyog'i shu kommersiy части, urban sector deb qo'yadi. Har xil ofislar, katta korporatsiyalar, targoviy sentr kelajakda metro stansiya ham tushadi bu yerga. Va ikkinchi части bu yerda affordable luxury deb qo'yadi. Shu roskosh, no o'rtacha narxdagi bo'lgan roskosh. Mana qarasanglar, bu yerda townhouse'lar, villalar bor va Dubai Hillsda 18 halls deb qo'yadi. Shunaqa dunyo standartiga javob bergan golf polyasi bor. Bu yerdagi villalarni ba'zi birlarining narxi 50 million, 60 million dollar turadi, ya'ni 200 million, 250 million dirham. Xullas bu 3-части, 3-bo'lagi, uni ultimate luxury deb aytamiz. Shu eng baland. Bu yerda ham shunaqa juda ham boy odamlarga mo'ljallangan. Ketdik mana Emarda eslab qolinglar, Dubayga investitsiya qilmoqchi bo'lsalar, Emarga yetadigani yo'q. Ishonsanglar bo'ladi. Menimcha va nihoyat yetib keldik. Emar qurilish kompaniyasini dunyoga eng mashhur bo'lgan proyekti menimcha bu Dubai Creek Harbor. Ko'rib turganlar, va men shu joyda turibman hozir. Mana buni yonida bitta UNESCO ga kirgan zapovednik bor. Bu yerga 60 dan oshiq juda ham noyob qushlar, flamingolar har yili bu yoqqa migratsiya qiladi. Mana bu yerda Creek Island degan shunaqa orolchasi bor, suv ustida qurilgan. U 95% butgan. Va endi bu yerda Dubai Mall'dan ham 3 barobar katta yangi mall qurilyapti, Dubai Square Mall degan. Burj Khalifani o'rniga Burj Khalifaga o'xshagan struktura Dubai Creek Tower degan, Dubai Creek binosi. Bu baland bo'ladimi, kichkina bo'ladimi, to'g'risi bizda hali beri ma'lumot yo'q. Nimani bilamiz? Bu juda ham chiroyli bitta zdaniylardan bittasi bo'ladi. Va Dubai Creek Harborda kim nimani xohlasa topadi. Bu yerda yashash uchun hamma narsa bor, undan ham ko'pi bor. Mana ularning oxirgi proyekti mana Valia degan shu towerda, ya'ni shu binoning yonginasida qurilyapti va targoviy sentrga ham piyoda yetib oladigan masofada. Va u uzoqdagi kichkina binolardan tashkil topgan bitta kichkina rayon va klaster bor, uni Creek Beach deb qo'yadi. Bu yerda unikalniy tarafi binolarning oralarida mashina yurmaydi. Hammasi parkovkalari podvalda. Xo'p, bu yerda metro stansiyalar bor. 4 ta metro stansiya hozir bilishimiz bo'yicha.
международный shkolalar bor, shifoxonalar bor, kindergarten, bog'chalar, xullas siz yashamoqchi bo'lsangiz yoki arendaga bermoqchi bo'lsangiz, hamma narsa yetarli bo'lgan, faqatgina MR qura oladigan eng katta proyektlardan bittasi Dubai Creek Harbor. Xullas shunaqa. Agar qanaqa savollar kerak bo'lsa, qanaqa xizmatlar kerak bo'lsa, именно недвижимость bo'yicha, uy olib sotish bo'yicha yoki investitsiya bo'yicha menga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Shu yerda sizlarga bilgan ma'lumotlarimizni beramiz. Xullas mana shunaqa. Ko'rganinglar uchun rahmat katta. Murojaat uchun raqamlarni qo'yib qo'yaman kommentariyada. Qolgan savollarni yozsanglar bo'ladi. Xo'p, sog' bo'linglar.